Muvaffaqiyatning eng katta dushmani tavakkal qilishdan qo'rqish. Siz biznesda endi boshlayotgan odam bo'lasizmi yoki krupniy tadbirkor bo'lasizmi? Bu narsa har doim biz duch keladigan muammolardan biri. Xuddi shu muammoni men o'zim hayotimda qanaqa qilib hal qilaman? Shu narsa haqida bu videoda gapirib bermoqchiman. Instrumentlar bor va shu instrumentlar bilan bo'lishmoqchiman. O'zi aslida boshida menda bu narsa muammo bo'lmagan. Sababi professional shaxmat bilan shug'ullangan odamda doimiy tahlil ishlaydi va tahlilda aqli yetmasa bo'ldi, o'sha ishni qilmay qo'yaveradi. Lekin vaqtlar o'tib boshqa elementlar paydo bo'ldi va menda qiyinchiliklar yuzaga kelishni boshladi. Shu narsalar haqida gaplashamiz. O'zi eng avvalo tavakkal nima degani? Tavakkal arabcha tavakkul so'zidan olingan bo'lib, bir ishni harakatini qilishlik, natijasini Allohga topshirishlik. O'zi aslida meni tushuncham. Lekin bu oson emas. Sababi odamzod borki, dunyoga qiziqadi, o'sha narsa kelishidan umidvor bo'ladi-da, natija haqida qayg'urib turaveradi. Bu narsa o'zi aqli yetadigan ishni maksimumida qilishga doim xalal beradi. Tavakkal qilishga qo'rqish asosan ikkita holatda biz ro'paramizga chiqadi. Birinchisi, ko'nikma yoki informatsiya yo'q bo'lsa, yetarlicha bo'lmasa. Bitta ish qilmoqchimiz, loyiha turibdi, sal aqlimiz yetmayapti. Sababi yo bizni o'sha ishni qilishga ko'nikmamiz yetishmasligi mumkin yoki-da tahlil qilish uchun yetarlicha informatsiya bo'lmasligi mumkin. Bunaqa holatda ozgina vaqt olib, yozma holatda sizga aniq nima resurslar yetishmayotganini yozib chiqish kerak va bu resursda kimlar egador yoki kimlardan so'rab olsa bo'ladi o'sha informatsiyani. Shu bilan tavakkalda davom etsangiz bo'ladi. Ikkinchi holat bo'lsa, bu sal qiyinroq holat. Odatda boshlang'ich tadbirkorlarda uchramaydi. Qachonki siz yaxshigina daromadga ega bo'lsangiz, yaxshigina urovingga chiqsangiz, biznesingiz krupniylashib borgani sari paydo bo'lib boradi. Bu borini yo'qotishdan qo'rqish. Inson qancha sostoyaniyaga ega bo'lgan sari o'zida bor narsani ushlab olishga harakat qiladi. Bu juda ko'p keyingi muammolarni keltirib chiqaradi. Risk qilishni borgan sari kamayib ketishi, yangiliklar qilishdan to'xtash va hayotda zerikarli bo'lishiga olib boradi. Tadbirkorda asosiy qiladigan narsasi o'zi risklarni boshqarish. Xo'p, agar siz borini yo'qotishdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, nima qilish kerak? Birinchi instrument, qog'oz ruchka olasiz. Siz qilmoqchi bo'lgan loyiha o'xshamay qolsa, nimalarni yo'qotasiz? Hamma eng yomon bo'lgan vaziyatda nimalarni yo'qotishingiz mumkin? Yozib chiqasiz va nimalarga erishishingiz mumkin. Agar erishishingiz mumkin bo'lgan narsalar bir 10 karra yaxshiroq bo'lsa, yo'qotishingiz mumkin bo'lgan narsalar kritik bo'lmasa, sizning miyangiz avtomatik qo'yib yuboradi, qo'rquv yo'qoladi. Agarda topishingiz mumkin bo'lgan narsalar teng keladigan bo'lsa, bu riskni qilmagan yaxshi. Va miyangiz ham bunga o'zi yo'l qo'ymaydi. Ikkinchi instrument ustoz maslahati. O'zingizdan 5 karra, 10 karra rezultati yaxshiroq insondan boshlamoqchi bo'layotgan ishingizda maslahat so'rash kerak. Aynan sizni qo'rqitayotgan narsa ochiq gapirish kerak. Borimi yo'qotishdan qo'rqyapman. Agar bu narsani gapirmasangiz, sizdan oldidagi odam shu holatingizni bilmasa, sizga to'g'ri tavsiya bera olmaydi. Uchinchi instrument menda eng effektiv ishlaydiganlardan bittasi. Biznesda endi boshlagan paytingizdagi, biznes endi ko'tarilishni boshlagan paytlarda ko'proq eslang, xotirlang. Siz ishtingiz yo'q edi u paytda. Keskin qarorlar qabul qilardingiz. Drive bor edi, entuziazm bor edi. Qarorlaringiz o'xshagandagi xursandchiliklaringiz bor edi. Shu narsalarni ko'proq eslasangiz, risk qilishga moyillik oshadi. Menda bitta aforizm bor, ko'p takrorlayman. Bironta loyiha qilmoqchi bo'lsam, o'zimga o'zim aytamanki, Ibrohimjon, qo'lingdan kelganicha qil, aqling yetganicha qil, natijaga umuman qayg'urma. Nima bo'lsa ham roziman. Qanaqa bo'lsa ham roziman. Bu shu narsani takrorlasam, menda yengillik bo'ladi, oson bo'ladi, duh paydo bo'ladi, ishonch bo'ladi. Shu maksimum qo'limdan kelgancha qilaman. Resursimni ishlataman. Natijaga umuman qayg'urmayman. Rostdan ham menda ishlagan texnika shu. Agar qisqacha xulosa qiladigan bo'lsak, shunaqa holatda risk qilishdan qo'rquv paydo bo'lgan holatda sizning ikkita do'stingiz bor. Birinchisi qog'oz ruchka. Doim yozish kerak. Miyada doim bardak bo'ladi. Hozir 376 ga 412 ni qo'shib 2 ga ko'paytirib 5 ga bo'ling desam, sizning miyangiz u zadaniyani tez yechib bera olmasligi mumkin agar siz giper kuchli matematik bo'lmasangiz. Shu narsani qog'ozga yozadigan bo'lsangiz, 1 minutda bemalol yechib qo'yasiz.
Miyamizdagi muammolar ham xuddi shunaqa, qo'rquvlar ham xuddi shunaqa. Ular katta ko'rinadi. Qachonki qog'ozga yozsak, yechimlari oddiy chiqib keladi va qo'rquv o'zidan o'zi yo'qoladi. Bizi glavniy do'stimiz qog'oz, ruchka, doim yozish kerak. Risk qilishdan qo'rquv bormi? Yozish kerak. O'sha qo'rquvni qochish kerak emas, qog'ozda tasvirlash kerak. Nima bo'ladi o'zi? Ikkinchisi, ustoz sizdan o'z yo'nalishingizda 5 karra, 10 karra oldinroqdagi bo'lgan odamdan so'rash kerak. Siz chiqmoqchi bo'lgan tog'ga u odam chiqib bo'lgan, yo'lini biladi, qattiq qoqilish mumkinligini biladi. Siz qilmoqchi bo'layotgan ishni qiyinchiligini ham tushunib turadi u odam. Sizga qanaqa qilsa oson bo'lishini aytadi-da va sizdagi qo'rquv osongina ketadi. O'ylaymanki, shu instrumentlar bilan muammolaringiz hal bo'ladi, qo'rquvlaringizni yengishingiz osonlashadi. Sizga aynan qaysi instrument ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib keting va albatta foydalaning. Sizlar bilan Ibrohim Joyminov bo'ldi. Salomat bo'ling.